hozirgi jadal rivojlanayotgan paytimizda hammaga bir savol kelib chiqadi. Qanchalik muhim xorijga chiqish? Bizga kerakmi, yo'qmi? Yoshlarimiz qayerga qarasang, rus tilini bilmashi mumkin, ba'zilar o'zbek tilini bilmashi mumkin, lekin ingliz tilida sof gapirishadi. Ota-onasidan so'rasang, xorijga chiqib o'qiydi, ishlaydi, xorijga boradi yoki xorijga tayyorlanyapti deydi. Bu narsa kerakmi, yo'qmi? Qanchalik kerak? Qaysi yoshda kerak? Bu narsaga ehtiyojimiz qancha? Men o'ylayman, o'zimning tajribamdan kelib chiqqan holda inson xorijga chiqish kerak. Nega? Bejiz aytilmagan. Musofir bo'lmagancha musulmon bo'lmaysan deb. Inson o'zi bilan o'zi qolishi uchun, o'zini anglash uchun asosan erkak kishi. Oldinlari armiyaga bormasa qizini berishmagan. O'sha 2 yil chet elga borib harbiy xizmatni o'qib kelishga uni reytingi yuqoriroq bo'lgan o'sha yigitdan. Bu degani mustaqil bo'ladi inson. Ozmi, ko'pmi shu narsani ichidan yashab o'tadi. O'zini anglaydi, o'zi bilan o'zi gaplashadi, o'zini taniydi. O'zini imkoniyatlari, o'zini ehtiyoji, o'zini kuchiga ishonish boshlaydi. Boshlanish qiyin bo'lmaydi. Qiyin bo'ladi. O'tirib yig'lagan paytimiz ham bo'lgan. Shu chetga chiqqanda shu menga kerakmidi? Qanchalik shu kerak deb turib. Lekin sekin muhitga moslashgandan keyin qancha vaqtga chiqishi muhim. Bir o'zi chiqdimi, bilgan odam bilan chiqdimi, atrofdagi o'rtoqlar bilan chiqdimi, qaysi davlatga borgani ham muhim. Birinchi chiqish bu muhim narsa. Birinchi chiqishim meni 26 yoshda bo'lgan. Turkiya davlatga, Turkiyaga chiqqanman. Qardosh davlat, dini bir, o'zini qardosh davlat bilgani uchun yordam ko'p bo'lgan. Ertaga ustoz tarafdan yordam ko'p bo'lgan. Menga moslashishga, muhitni anglashga katta yordam bergan. Keyingi etaplarda dunyoning ko'p joylarida bo'ldim. Ko'p ta'lim oldik. Asosan grant, ya'ni har xil grantlar bor. Grant asosida o'qishlarga bordik. Bu narsa shakllanishimga juda yaxshi rivojlanishga yaxshi yordam berdi. Turtki bo'ldi. Networking, o'sha davlatning madaniyati, konferensiyada borasanmi, boshqaga borasanmi, yil davomida bo'laveradi ko'p. Endi doktorimiz, o'sha odamni ko'rasan, o'sha millatdan kelgan odamni ko'rasan, suhbatlashish uchun mavzu topiladi. Sizlardan bu bor, bitta bo'lgandim. Qiz gapni olib ketishi mumkin, suhbatni olib ketishi mumkin. Har bir davlatning har bir safarda o'zining kamchiligi ham bor. Foydadan tashqari, madaniyati, ilmi, o'rganishi, yangiliklari, networking orttirgani bu hammasi foydasi. Shu davlatni taniydi. O'zini dunyosida bitta davlat ochiladi. Belgiya, Gollandiya, Vengriya, Angliya, Xitoy, Yaponiya biladi shu odamni nima bilan yashayaptilar. Bularning ichida nima? Tashqaridan ha Yaponiya zo'r degan bilan, lekin bularning ichidagi muammosini bilasan. Chunki o'shda yashagansan. Ichiga kirgansan. Minus taraflari qayerga tushishingga bog'liq. Negativ taraflari qaysi muhitga tushishingga bog'liq. Bizni jamiyatimiz, dinimiz qabul qilmagan narsalar bor, ba'zi narsalar. Erkak, ayol. O'shaning uchun shunga o'xshagan narsalar. O'shaning uchun inson farzandini chetga tayyorlatganda necha yoshda chiqarilishi muhim deb o'ylayman. Ba'zan yosh bolalarni kempingga chiqarishadi. 3 oylik kanikulga, 8-10 yosh bolalar Angliyaga, gap pulida emas. Hali inson o'zingni anglab olmaganda har xil oqimlarga kirib ketishi mumkin. Qaytara olmay qolasan. Ukam Amerikada o'zbek tilini bilmaydi farzand. O'zbek urf-odatlarini bilmaydi. Harakat qilishadi, lekin o'sha muhitga necha yoshda tushiga bog'liq. Shakllari bo'lgan insonni yuborsa, sterjin deydi-ku rus tilida, asos qoladi. Tashqaridan kelayotgan har xil oqimlarga kirib ketmaydi. Oqimlar juda ko'p, imkoniyatlar juda ko'p bo'ladi. Studentskiy garodok deyiladi, talabalar shaharchasi. Har kuni yig'ilishlar bo'ladi. Har xil yo'nalishga ketish mumkin. Bu minus taraf. Men xulosa qilib aytmoqchiman, chiqish kerak, albatta. Inson o'zini anglashi uchun kerak bo'ladi. Lekin qachon, qaysi davlatga, kimi mentor deydi-ku, mentorligida yuborish muhim. Rahmat hammaga.